Qadrdonlar, fura qidirib yurgan do'stlarimiz uchun, akalarimiz uchun aytib o'tganimizdek 5 ta fura topib qo'ydik. Hammasi ideal sostoyaniyada yurib turgan texnikalar. Beshalasini ham yili 18 ga 18, faqat mana bu 518 imizniki 19 termaking. Agregati SLX 300 dan. Qolgan 4 tasini prsepi Karierdan ekan. Bitta mashiniki 19-yil termaking prsepi. Hamma texnikamiz bitta odamga tegishlik. Ya'ni bitta firmaniki, hujjatlari toza qilib chiqarib beriladi, xudo xolasa. Ko'ringlar, hammasi Yevropadan olib kelingan. 2018 ga 18. Galava ham 18, pritsep ham 18. Endi 1-2 oydan shaqa yurgan yo'q, lekin ishlab turgan texnikalar hammasi. Probeglari 700 ming, 750 ming, 800 ming hammasiniki bir krupga bormagan. Ko'ringlar, ideal sostoyaniyadagi texnikalar. Balonlari 70-80% ham bor, 90% ham bor. Endi faqat shu o'rta mostiki 30-40% ekan. Ko'ringlar. Hammasi to'rtta ruchkalik, 7 spinkalik pritseplar. Schmitz Kakabul. Bitta aytib o'tganimiz mana shu pritsepimiz 2019. Qolgan hammasiniki 18 ga 18. Furalar. Shunday salargani qo'yasizlar, sirazi ishga bosadigan joyi. Agregatlarida hech qanday xarajati yo'q. Ishlab turgan texnikalar. Volvo Euro 6 500 talik akalar. Pastki raqamlarga aloqaga chiqsalaring, hammasi bir xil ma'lumotga egaligi uchun abdenni ma'lumot bermayapmiz. Chunki sig'maydi ma'lumotlar hammasi. Ko'ringlar, texnika ideal sostoyaniyada hammasi. Mana. Xuddi shunaqa ma'lumotga ega yana 3 ta texnikamiz bor. Jami 5 ta fura sotuvda, qadrdonlar. Pastki raqamlarga aloqaga chiqsalaring, hammasi haqida ma'lumot beriladi. Qadrdonlar hammasining narxini 130 ming dollardan so'rashyapti. Naqd pul bilan kelsalaring, xudo xolasa o'tib beradigan, savdo qiladigan joyi bor. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, shunaqa barcha turdagi texnikalardan birinchi bo'lib xabardor bo'lasizlar. Bu video roligimizni ideal sostoyaniyada, ayniqsa Volvo qidirib yurgan do'stiga tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Savdolarini bersin. Demak, 5 ta fura hammasi 130 ming dollardan naqd so'rashyapti. Naqd pul bilan kelsalaring, chiroyli qilib o'tib beradigan joyi bor. Savdolarini bersin, yaxshi kunlarda ko'rishaylik qadrdonlar.